Baribir men zo'r o'ynayman sendan ko'ra. Qayoqdan sen zo'r o'ynaysan? Sen hech o'ynashni ham bilmaysan hattoki. Menga qara, sen botsan. Asabga o'ynama, botligingni oz ko'rsatib qo'yman senga. Sen botsan debman. Yo'q, o'zing botsan. Axir men zo'r o'ynayman senga qaraganda. Yo'q, men zo'r o'ynayman. Yo'q, bor uzoqda o'ynash. Asabimni buzma, bor sen basharangni shuni 8 ga bo'lib turib chegara tortib qo'yaman, xo'pmi? 8 ta mustaqil davlat qilib qo'yaman basharangda. Yaxshisi borib ishlarimni ko'ra qolay. Nima qilaman? Janob meni oldiga borib g'iybat qilib o'tirib. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo havaslar yangi videodasiz. Albatta videoni oxirigacha ko'rib kanalga tez obuna bo'linglar, chunki bu men uchun juda ham muhim, sizlar uchun esa juda ham oson. Sizlar uchun oson-da, men uchun qiyin emas, men uchun prosta muhim bu narsa. Sizlar obuna bo'lsanglar, menga juda ham zo'r bo'ladi va videoni oxirigacha ko'rsanglar. Men hozir har doimgidek o'zimni shaxsiy ishlarimdan biri bo'lgan polis ishlari bilan shug'ullanaman. Hatto polis to'g'risini aytsam jonimga tegib ketgan bor. Qilmayman ekan shuni. Qilmayman. Undan ko'ra borib janob merdan so'rayman, qanaqadir ish buyursa, o'sha ishni qilaman keyin. Bo'lmaydi. Polisdagi ishlar o'z joniga tegib ketdi odamni. Svetni o'chirib qo'ying-da. Hozir janob mer yoniga o'z bormayman deb turgandim, lekin iloj yo'q, zerikibman. Polisda ishlamasa nima qilishim mumkin? Boshqa janob merdan boshqa ish so'rashim kerak. Qadar ish buyursa, o'sha ish bilan band bo'lib turaman. Lekin ish buyurmasa-chi? Hech qanday ish bo'lmasa, nahotki butun olamda zerikib o'tirsam, yo, bo'lmaydi. O'zim nimadir o'ylab topaman unda. Agar janob mer ish buyurmasa, o'zimga janob mer rolini o'ynayman-da, ish buyuraman. Shunda mazza qilib ish bajaraman. Shunaqa qilamanmi? Oldin janob mer yoniga kirayda. Tak, janob mer uydamikan? Tak, debam, taq bo'ladi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, Jo'xa. Короче, tak, menga qanaqadir ish buyurishingizni xohlayman, chunki juda ham zerikdim. O'zi kakras ish bor edi senga bos bitta. Qanaqa ish? Короче, yangi qo'shilgan qishloq bor, Sochi qishlog'i. Nima qilibdi? Короче, o'shadagi har bir uyga borasan-da, короче, tak uyda necha kishi yashashini aniqlab kelasan. Jami aholi sonini ro'yxatga olishimiz kerak. Telefoniga havasini yozib kel ro'yxat qilib. Xo'p, unda hozir jo'nayman. Tezroq jo'na, borib havasini aytganimdek qilib 0 qilib kel. Bo'pti, hozir mana ketdim. Yaxshi bo'ldi. Bahonada bir aylanib kelaman. Yangi qishloqda, bu yerda Sochi qishlog'i qurilgan. Buni menimcha hammalaring bilasizlar. Har doim videoda ko'rinadi o'zi, lekin bormaganman. Ko'p bormayman. Bu qishloqqa deyarli umuman bormayman. Hozir bahonada bir aylanib kelaman. Lekin juda ham yaxshi qurilgan, yo'llarni qaraylik, tekislanib qurilgan. Stop. Bu kim bo'ldi? Qanaqadir yonida mashinasi bor. Millioner kiyimini kiyib olgan va atrofida lava? Qanday turibdi bu kiymasdan? To'xtanglar, hozir men bir buni yoniga borib kiymasam, bratan kim ekan? Yigitcha, bu qaravor. Assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshimisiz? Lavada qolib ketdingizmi? Yo'q, lavada qolib ketganim yo'q. Men shunchaki turibman. Shunchaki turganga o'xshamayapsiz. Demak, sizga yordam kerak. Yo'q, men shu paytgacha hech kimning yordamiga muhtoj bo'lmaganman va yordamga muhtoj bo'lmayman ham. Yaxshi, chiqing unda bu yoqqa. Lavani ichida o'tiribsiz, issiq-ku lavani ichi. Menga shu yerda o'tirish qulayroq. Короче, bor, uzoqroqda o'ynash, короче. Mayli, o'zingiz bilasiz, короче bo'lsa, короче-da. Yordam kerak emas dedi. Voy, tushib ketdim. Qanaqasiga yordam kerak emas, o'zi yordamga muhtoj bo'lib turibdi. Qara nima deyapman? Lavali dengizda o'ttasdi. Kachela uchib ko'rish kerak. Tak. Chiqib bo'lmas ekan. Qanday chiqadi bunga bo'ldi? Men bu yoqdan chiqib bo'lmas ekan. Men bunga uchsa bo'larmikan? Bunga ham uchib bo'lmas ekan. Bu tushunmadim. Qanaqa narsa bu? Basketbol. Bu qanaqa o'y? Qiz bolalar o'yimi? Kim qo'yib ketdi? To'p yo'qmikan bunga o'ynash uchun? Mana bu narsada sakrasa bo'lmasmikan? Yo'q, bu tushunmadim. Qanaqa narsa bu? Birortasidan foydalanib bo'lmaydi. Shuni nomiga qo'yishganmi deyman-a? Yoki nomiga chiqib bo'lmasa ekan, короче. Xullas, hozir odamlarni nomillab chiqishimiz kerak. Bu yoqda assalomu alaykum bratan. Qanaqa bratan? Men ayol kishiman. Unda assalomu alaykum sestra. Qanaqa nima deganing u? Opa degan ruschada. Yaxshi. Nima gap, jiyan? Mayli. Sizlar bu uyda necha kishi yashaysizlar? Biz 3 kishi yashaymiz. Bo'ldi, hozir ro'yxatga oldim. Bo'ldi, rahmat. Nima qilasiz buni? Janob mer so'ragandi. Mayli unda. Bo'pti. Tak, hozir bu yoqda 3 kishi yashar ekan. Keyingi uyga kiramiz, mana bu uyga. Assalomu alaykum opa.
qanaqa opa? Men o'g'il bolaman. Siz ana u kim? Mayli. Sizlar oilada necha kishi yashaysizlar? Короче, bizlar 6 kishi yashaymiz. Yaxshi, mana bo'ldi. Nima qilyapsan? Janob mer buyurganda ahvolni ro'yxatga olyapman. Yaxshi bo'pti, sog' bo'l. Bu mana bu yerdagi erkak kishini kiyimi bilan oyoqdagi ayol kishini kiyimi bir xil-ku. Qanaqasiga bo'ladi? Bilmadim, короче. Mana bu uyda o'zi bir kishi yashaydi shekilli, bir kishilik uy-ku, bir kishini yozib qo'yayin. Tak, mana bu yerda esa bu yerda ikki kishini assalomu alaykum bratan. Va alaykum assalom. Hayrat, bu marta to'g'ri topman. Nima to'g'ri topding? Bratanligingizda. Ha, nima gap? Oilada, qanaqa oilada? Bu yerda necha kishi yashaysizlar? Men o'zim yashayman. Qog'ozga bir o'zingiz yashab turib, bu yerda ikkita kravat. Bittasida yotaman o'zim. Ikkinchisidachi? Ikkinchisida ham yotaman. Qaraysiz, bittada ikkitada yotishim mumkin. Navbatma-navbat yotaman. Mana bu yerdagi jetillar nimadir ayirib boshlayapti. Ko'rmayapsan, polizdagi narsalarni ayirib boshlayapti-da. Ko'rdim. Mayli, undan men ketdim. Tak, to'xtanglar, ana yoqdagi bratan hali turibdi. Menimcha buncha issiqlikda kuyib ketish kerak edi. Men bir borib ko'rayin-da, nimadir ne to. Bu bratan aniq kuyib ketardi u vaqtgacha. Menimcha unda qanaqadir lavaga qarshi nimadir bor. Anti-lava bormi ekan deyman-a. Hozir so'rayman bor bratandan. Menga ham berib tursa zo'r bo'lardi. Oy bratan, siz kuymayapsizmi? Nima, qanaqa kuyish kerak? Biror joyingiz kuymayaptimi? Yo'q, qayerdan kuyish kerak? Men aytdim-ku, men lavaga chidamliman. Rostdan shunaqami? To'g'risini aytsam, rostdan kuyib ketyapman. Chiqing unda bu yoqqa. Chiqa olmayapman. Men hech kimning yordamiga muhtoj bo'lmaganman shu vaqtgacha. Va sendan yordam so'rashga uyalyapman. Qanaqa uyalasiz? Yordam beraman, yordam kerakmi? Yordam bersang yaxshi bo'lardi. Unda hozir men 1 minut borib uyimdan narsalarni olib kelayin, yordam qilaman. Brat, nimasiga uylanasiz? Qanaqa uyalasiz? Tushunman, nimaga uyalayapti bu bratan? Uyatli ish emas-ku. Yordam ber desa yordam beraman. Men ham yo'q demayman. Yo'q deganni biror joyda ko'rganmikan bratan? Menimcha ko'rib qolganmi deyman. Yo'q, men hech kimga yo'q demaganman qizig'i. Yo'q deganimda ham ko'rib qolardi. Mayli, hozir bor yordam berishim kerak. Qishloqda mol topilmaydigan payt mol topilmaydi. Mol kerak bo'lmagan payt mol topiladi lekin. Demak, mollar shunaqa bilmayman. Xo'sh, hozir bu yerdan mana shu 3 ta asbob uskunamni olib borsam, o'zi yetib qolsa kerak menimcha. Bratanni ko'tarib bu tomonga o'tkazamanda, keyin mashinasini ham haydab bu tomonga o'tkazib qo'yaman. Shundan keyin bratan bemalol, chiqib salqinda o'tirishi mumkin. Hozir birinchi shaxtadan tushib turib tosh olib kelishim kerak. Shaxta qayoqda edi? Qishlog'imizda qayoqdadir shaxta bor edi, adashmasam. Mana bu yerda edi. Mana topdim. Yo. O'zi shaxta ko'p edi, lekin u to'g'richa qilsan, galstukni qaranglar. Til ekan. Til emas. Nima deyiladi shu to'g'ni oldidagi narsasi? Biladiganlar kommentariyaga yozib yuboringlar. Men to'g'risini aytsam, bunaqa narsani bilmayman. Umrimda ko'rmaganman desam ishonmanglar, ko'rganman. Xo'p, mana va mana. Menimcha shuncha tosh yetsa kerak lavani atrofiga qo'yib chiqishga, ya'ni lavani usti tomoniga. Keyin esa bratanning mashinasini va o'zini ko'chaga chiqarishim kerak. Hozir. Bratan, chidab turibsizmi? Bir amallab turibman, tezroq kel. Mana keldim. Davay, unda yordam ber. Hozir mana tak bekor qo'ydim. Mana o'tdim. Bratan, sizni birinchi ko'chaga chiqarib qo'yaman. Davay. Bratan, men tuzimga kirib qoldim. Mayli, hozir mana shu yoqqa o'rnatib qo'yaman. Brat, buncha og'irsiz. O'zi shunchalik og'irmanda. Bo'ldi, gap yo'qshadi. Turib hozir mashinangizni ham chiqaraman. Mashinaga ikkita boloniga ikkita mashina qilib joylashtirsam, keyin mashina qilib qo'yib, takoy qilib. Hozir bu roli qayoqda? Roli mana bu yoqda bo'ladi, конечно. Okey, o'tirib olamiz. Audimi bu? Takoy-ku bu. Bu o'zi Audi emas. Qanaqa mashina? Bu Bugatti, prosta Audiga o'xshab qolgan. Kuyganmi deyman-a? Balki kuygandir rostdan ham. Nima qilay, mashinangiz shu yerda turadimi? Mashinamni janob mer uyini oldiga olib bora olasanmi? Nimaga? Sizda axir uyingiz u yoqda emas-ku. Men janob mer yoniga kelgandim o'zi. Mashinani olib borib qo'y, men ham hozir boraman. Bo'pti, unda men ketdim, mashina haydab boraman asta-asta. Siz esa asta yetib oling, tak. Parakata.
buzib qo'ydim mana bu yoqda. U janob mer yoniga kelgan bo'lsa lavani ostiga qanday kirib qoldi bratan, men shunga tushunmayapman. Hozir mana yoqda to'g'rilib ketmasam egasi ko'rib qolsa yig'laydi keyin. Nima bunaqa qilib ketding deb turib. Mana hech nima bo'lmagandek bo'ldi. Xo'sh, hozir janob merni uyning oldiga bo'lsa uyini oldiga haydaymiz. Tak, qayoq yaqin bu yoqdan? Mana shu yoq yaqin menimcha. Xo'sh, sig'armikan shu yerdan qizig'i? Sig'diraman nima qilib bo'lsa ham. Tak. Mana bunaqaroq qilib haydasam sig'adi. Mana shu yer problema qiladi-da, bori ko'chaning eng tor qismi. Shunday orqaga haydayman. Shunday yoqdan buraman-da, polizning o'rtasidan solib o'tib ketamiz. Ay, uyga tegmasa bo'lgani. Mayli, polizga biror vobbo. Qoch, o'lib ketasan deyapman sendan. Qoch, ikkitasi birdaniga o'lib ketishga sal qolyapti. Mana bu yoqdan sozlab ketay, buni egasi yiqlamaydi-yu, lekin baqir-chaqir qiladi. Okay. Janob merni uyini oldiga o'tkazgunimcha, oho, qochib turinglar, iltimos, qoch hammang. Janob merni uyini buzib qo'ymaslik kerak, chunki janob mer, qoch, uchtasi birda urib ketdim hozir. Voyda, qoch. Nima tushunmaysanlar gapga? Qoch deyapman. Bo'lmas yerda tursin. Men hozir biroq qilgan joylarimni to'g'rilab chiqayin, shu bilan keyin uyni birdan buzib yuboribman-ku. Uni yer bloki qani edi mana bu yerda ekan. Tak, yer blok mana bu joyga qo'yamiz. 1 2 3 4 ta, mana bu yoqqa 1 2 3 ta. Bu yoqqa yer blok qo'yish kerak ekan. Mana shuna qilib bu yerga bitta, bu yerga bitta. Endi ikkita ana bu yoqqa bitta, bu yoqqa bitta, bu yoqqa bitta va bu yoqqa bitta. Okay, takoy bo'ldi. O'xshadimi bratan? Ha, chotki. Aha, bo'pti, men ketdim. Endi millioner kelib turib hozir u yoqqa nimadir ishi bor, o'shani qilaman. Ikkita blok qo'limda ortiqcha o'sha chiroyli qilib qo'yay-da, mana uy shunday keladi-da, shunday qaytib chiqib ketadi. Chiroyli, вообще takoy. Ana endi dam olsam ham bo'ladi. Bugunga yetadi. Ko'p ish qilib qo'ydim. Aytgancha ro'yxatga olmadim-ku. Borib qolganini ham olib kelay-da.